Assalomu alaykum hammaga. 2025-yil 16-aprel Turkiyadamiz. Yozgi modelda chiqqan tapchika basanochkalar. Rovigo firma. Turkiyadan olganlar ko'plar bilishadi Rovigo firmani. O'zimiz ham ko'payib ketdi bu firmaning mahsulotlari. Bu Turkiyadagi turgan narxi, magazindagi narxi 36 dan 26 dollar, 36 dan 42 razmergacha. Qora rangi shu oyoq kiyimni. Bir de oq rangi bor. Oq rangi ham juda chiroyli. Bunisi ham zo'r chiroyli chiqqan, bu yil yangi model. Bunisi ham 26 dollar narxi. 4 xil sveti bor buni. Bunisi materiali fasoni bir xil, materiali boshqacha ishlangan. Buni ham narxi 26 dollar. Razmeri 36-42. Mana bu yoqda mana ustidan ham bor. 30 dollar bunisi, 35-42 razmeri shu. Tilla rangi deydi, ya'ni buni xuddi shu rangini ko'mishi ham bor. Zo'r. Olib sotaman deganlarga, savdo boshlayman deganlarga Rovigodan olib sotsanglar ham bo'ladi. Rovigo ham juda zo'r. Ortiqcha skidga nima qilmaydi bular. Chunki tovarlar doim oldida ketyapti, to'xtamayapti. Faqat zakazga qilishadi. Mana shu tovarlar hammasi turganlar biza kelamiz, zakaz beramiz, keyin tayyorlashadi. Hamma tovar shunaqa zakazga keladi bu yerda. Bunisi ham 23 dollar. Bunisi bor. O'sha katta onaxonlarimizga 36-40, 23 dollar bunisi ham. Toshli ham kiysa bo'ladi, buni to'ylarga kiysa bo'ladi. Bunda rangi sveti ko'proq hozir. Basanochka bor. $30 bunisi. Bu yog'i skidka bo'ldi qachon? Mana shu narsani 20 dollardan olib sotdingiz. Hozir 17 dollarga tushdi. Skidka narxi bu. Qolib ketdi. Kimlarga zakaz bergan, olmagan. Shunday bo'lib qo'llarida qolib ketgan model bor bular. Shuning uchun shularni skidga qo'yib sotishyapti. Biza ko'proq shunisidan ki bardovi, ki mana bu kiydiroqli